Assalomu alaykum, hurmatli baliq ishqibozlari, ilonboshning shaydolari. Bugun ilon baliqni kasalliklari haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Tirik jon borki kasal bo'ladi. U to daraxt bo'lsin, ho tirik jon bo'lsin, ho o'simlik bo'lsin, jamiki tirik narsa borki kasal bo'ladi bu dunyoda. Dardni davosi bo'lmaydi, lekin kasalni davolasa bo'ladi o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan ilonboshni qo'ldan kelgancha davolash yo'llari haqida gaplashib o'tamiz o'rtoqlar. Xo'sh, ilon baliqni ko'pchilik hozirgi kunda uy sharoitida boqib katta qilyapti. Birinchi boqqanlar haqiqiy mutaxassisdan borib, duosini olib, yaxshilab o'rganganlar eplab ketyapti. Unisidan bunisidan ko'rib, chumchuqqa o'xshab cho'qib, ag'dan olib qochib, bag'dan olib qochib, o'zi boqay turgan bo'lsa, endi kasallikka chalinib qolyapti. O'shalarni davolash yo'llari haqida sizlar bilan gaplashamiz o'rtoqlar. Avvalambor bitta ish boshlashdan oldin mutaxassisi bo'lsa, tirik bo'lsa, borib 4 ta non ko'tarib, 1 kilo go'shtni olib, ustoz shu ishni boshlamoqchi edim, baliq boqmoqchi edim. Sizdan shu maslahatingizni bersangiz, maslahatingizni o'rgatsangiz desangiz, u odam menimcha yo'q, ket deb eshigini bekitib olmasa kerak menimcha. O'shaning uchun tirik bo'lsa, borib mutaxassisi bo'lsa, borib kattami, kichkinami u yaxshilab o'rganib, Xudoyim unga o'sha iqtidorni berib qo'ydimi, o'sha narsani siz ham kelajakda qilmoqchi bo'lsangiz, borib duosini olib kelsangiz yaxshi avvalambor. Bitta ishni boshlashdan oldin. O'shaning uchun mutaxassisga bog'laning o'rtoqlar. Unisidan, bunisidan baliq sotadigan odam davolashni bilmaydi. Baliq sotadigan odam uni pishirishni bilmaydi. Baliq boqadigan odam sotishni bilmaydi. O'shaning uchun o'zini hamma narsani mutaxassisi bo'ladi o'rtoqlar. Xo'sh, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzumiz ilon baliq haqida. Shu ilon baliqni nima deydi, O'zbekiston bo'yicha, mana shu O'rta Osiyo bo'yicha keng miqyosda, keng nima deydi, pavilyonda boqilib turgan menimcha baliq ko'pchilik qiziqib turgan. Sababi suvsizlikka chidamli, suv shart emas bunga. Gektar, tonna suv kerak emas bunga. Ozgina bir xonadoningizda kichkinagina yer bo'lsa, bemalol boqsangiz bo'laveradi. Boqish jarayonlari buni oziqlantirish ham qiyin narsa emas. Buni atrofingizda qassobxona bo'lsa, chiqqan at-xut go'shtlar bilan boqsangiz bo'laveradi. Tovuqda jigari, o'pkasi, molda qora talog'i, o'pkasi, jigari ularni ham bersangiz bo'laveradi bemalol. Yerdagi chuvalchanglar, qurt-qumursqalar, hattoki kechqurun lampochka yoqib qo'ysangiz, yozgi kunida chigirtkalar shunaqalarni ham yeyveradi bemalol. Mayda baliqlar qo'yingki, kichkina go'shtli narsalar bilan oziqlanadi. Xo'sh, o'rtoqlar, bugun sizlar bilan baliqda ilon boshida shuni ko'pchilik so'rayapti. Kasallanib qolyapti, kasal bo'lyapti. Buni sabablari bor-da, buni o'z-o'zi kasal bo'lib qolmaydi. O'ziga yarasha sabab bo'ladi. Xo'sh, birinchi navbatda o'rtoqlar, kasallik nimadan kelib chiqadi degan savollaringga, kasallik o'rtoqlar birinchi 2 turga bo'linadi o'zi aslida. Ichki kasallik hamda tashqi kasallik bo'ladi. Ichki kasalliklar o'rtoqlar ozuqasidan kelib chiqadi, ichki kasalliklar. Tashqi kasalliklari bu o'sha tashqaridagi chang, virus, bakteriya, mikroblardan kelib chiqadi o'rtoqlar. Davolasa bo'ladimi? Albatta buni davolasa ham bo'ladi. Oldini olib yursalaring nur ustiga nur bo'ladi. Kasalni davolab million dori sarflaganda undan oldini olib yurgan yaxshi o'zi aslida. Xo'sh, kasallik nimadan kelib chiqadi degan savollarga birinchi o'rinda o'rtoqlar betonda boqib bo'lmaydi. Betonda gribok chiqadi. Betonda bakteriya tez rivojlanadi. Yer yaxshi. Xo'sh, ikkinchisi suvni iflosligidan kelib chiqadi o'rtoqlar. Suvni iflosligidan. Uchinchisi o'sha ozuqani bermay turganingizdan, balki o'sha hidlangan, aynagan narsa berib turgan bo'lishingiz mumkin. O'shaning uchun iloji boricha toza suv, pokiza suv bo'lsa, ozuqasi yaxshi bo'lsa, o'zi asli kasal bo'lmaydi. Buni o'sha ustidagi oq narsalari endi bu bakteriyalar, endi zamburug'lar, bular o'sha nima deydi, viruslar. Endi bularni yo'qotish kerak. Bular yo'qotmasangiz sekin-sekin tanasiga ko'payib, ko'zlariga oq tushadi. Mana shunaqa qilib baliq sekin kasallanib qotib boraveradi. Og'ir umurtqasi qotib suzalmay ham qoladi baliq. Oziqlanmaydi, ozib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha ehtiyot qilish kerak. Hamma narsani ham, hamma sohada ham. Dorisi kerak bo'lsa, manzil Namanganda, Mingbuloq tumanida Jamashu shaharchasida o'rtoqlar. Ismim Ikromjon. Pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Xo'sh, hovuzingizni razmerini, baliqda nechta soni borligini aytsangiz, o'shanga qarab turib dori tayyorlab beraman o'rtoqlar. Dorini iloji boricha
3 kunda ichida ishlatib yuborish kerak. Chunki dori o'zini xususiyatini, o'zini quvvatini yo'qotib qo'yadi. Dori tayinlangandan keyin iloji boricha o'sha kunda o'zida ishlatib yuborish kerak, bo'lmasa uzog'i 3 kunda ichida ishlatib yuborish kerak. Bo'lmasa o'zini xususiyatini yo'qotib qo'yadi o'rtoqlar. Dori tayinlab berodingiz, esimdan chiqib qolibdi, 1 haftadan keyin sepdim, 10 kundan keyin ishlatdim, 10 kundan keyin quydim degan bo'lsangiz, u afsuski u dorini quvvati o'tib ketgan bo'ladi, kuchi o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun baliqqa ta'sir qilmaydi. Iloji boricha tayinlab beraman. Hovuzingizni baliqni qanchaligini, suvni qanchaligini aytsangiz, o'shanga qarab dorini tayinlab beraman. Olib borib, xudo xolasa inshaalloh olib borib o'sha dorini ishlatsangiz, baliq yaxshi bo'lib ketadi. Xo'sh, mana shu uchala baliqning holati ham nima deydi, ustilari gribok bo'lib, mana bu davolanmagan. Davolanmasdan bu turgan baliq bu. Buni alohida bitta idishga qilganman. Bu o'rtadagi ham o'sha boshqa dori, bu ham boshqa dori. 3 xilasi ham 3 xil dori. 2 xil dorida davolangan. Endi mana bittasi kasal baliq. Bu o'sha sizlarga ko'rsatish uchun mana shu baliqning holati, mana shu kasal baliqni davolaganman. Mana shu ikkalasi razmeri bitta mana. Uchovsini ham razmeri bitta. Mana bilgan bo'lsalaring, mana qora narsalar mana to'kilib tushyapti. Ustidagi o'sha oq dog'lari bor edi mana shu baliqlarning ham. Ikkalasini ham mana shu ustidagi ko'zlarida oq dog'lari bor edi. Qo'ldan kelgancha mana davoladim. Qo'ldan kelgancha tuzatdim. Yillik tajribadan kelib chiqqan holatda o'sh mana xudo xolasa baliqlar sog'lom holatga o'tyapti. Bu mana kasal holati, bu mana ikkalasi tuzalgan holati. Kimga dori kerak bo'lsa, bemalol pastdagi telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. O'sh telefonni ko'tara olmasam, Telegramdan dori kerak edi deb manzilda telefon nomeringizni, ismingizni iloji bo'lsa lokatsiyangizni tashlab qo'ysangiz, shopirlardan chiqarib yuboraman. Xoh Toshkentdan bo'lsin, xoh Xorazmdan bo'lsin, xoh Andijon Farg'onadan bo'lsin, farqi yo'q. O'zbekiston bo'yicha, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'yicha bemalol tayyorlab chiqarib yuboraman. Xudo xolasa, tushunmagan joylaring bo'lsa, bilmagan joylaring bo'lsa, yana telefon qilaverasizlar, bemalol aloqada bo'laveramiz. Har yakshanba kuni obedda prem efir qilaman. Soat 1larda, 1-2lar atrofida mana shu biznes klass kuzatsalaring, prem efir qilaman. Prem efirda tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol savol beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.